Seyfer o'zi nima uchun joriy etildi ham boshlaylik. Keyinchalik bizga sertifikatlar bilan O'zbekiston universitetlariga IELTS o'tadi degan narsa chiqqandan keyin hamma o'zini IELTSga urdi. Ketma-ketlik bu o'sish qachondir to'xtaydi deb o'ylaysizmi? Men Seyfer imtihonini IELTSnikidaqa konkret tizim deb hisoblamayman o'zim o'qitilgan taqdirimda ham. Sababi baholash kriteriyasi to'liq ishlab chiqarilmagan. Shu imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishni qancha vaqt oldin boshlash kerak? Keyin Seyferga tayyorlanish uchun qanchalik bazaviy bilimi bo'lishi kerak? Voy aytib o'tganimdek, IELTSda 7 olgan taqdirda ham, 7,5 olgan taqdirda ham C1 ololmayapti masalan. Keyin zo'r qiziq narsa bo'lyapti. DT menimcha yangi material tuzmayapti va kitobni ichidan tushyapti ko'p narsa. Buni apparat tekshiradimi, odam tekshiradimi? Apparat meni R harfini tushunmasdan P deb o'qisa, men aybdor bo'lamanmi shunda deyapman-da. Abituriyentda endi hissi bor, mas'uliyati bor, ota-onasi push qilib turibdi uni orqasidan. Lekin biroz vaqt o'tgandan keyin abituriyent boshqa nima qiladi? Blokida ingliz tili bor, oldindan olib qo'yish kerak. O'tirib grammatikani taxmin qilgandan ko'ra, qo'lda sertifikat bilan maksimal ball bilan kirgani unga afzalli. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Darin podkast loyihasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Biz bugun sizlar bilan ko'pchiligimizga qiziq bo'lgan mavzu Seyfer haqida suhbatlashamiz. Seyfer o'zi oldin qanday imtihon edi? Nima uchun oxirgi vaqtlarda ommalashib ketib qoldi? U imtihonga tayyorlanish uchun qancha vaqt ketadi? Imtihonga samarali tayyorlanib, yaxshi ball olish uchun qanday materiallardan foydalanish kerak degan savollarga javob olishga harakat qilamiz. Bizning mehmonimiz Registon o'quv markazining tajribali ustozlaridan biri, Darin.uz loyihasining Seyfer o'qituvchisi Feruza ustoz Murtazayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Darin.uz loyihasida ham siz bilan kurs boshlaganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa bu kursimiz ham ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xohlasa. Ustoz, boshlanishiga o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Aytib o'tganingizdek, ismim Feruza, familiyam Murtazayeva. Registon o'quv markazida ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlab kelyapman. Deyarli faoliyat yuritayotganimga 4 yil bo'lib qoldi. Yaqin 1-2 yil ichida esa faqat Seyfer va general kurslar bilan shug'ullanyapmiz. To'g'ri aytdingiz, haqiqatan ham Seyfer juda ham ommalashib ketib qoldi, ayniqsa oxirgi 2 yil ichida. Nima uchun unaqa kirib ketayotganligiga o'zim ham qiziqib ketdim-da, o'zim ham bir o'quvchilarim bilan topshirib ketganman. Keyin haqiqatda qarasam, masalan, IELTS ga tayyorlanganman, IELTSda sertifikatim yetdi, lekin 7 olish uchun ancha ter to'kkan bizada. Ancha ter to'kkan biz, lekin kimdir aytadi, endi IELTSdan 7 olganingizdan keyin Seyferdan C1 olish qiyin emas-da deb qo'yishadi, lekin men shunaqa o'quvchilarni ko'rdim. Ba'zilar o'zimni tengqurlarim bo'ladi, kasbdoshlarim bo'ladi, kursdoshlar, universitetda o'qiydigan talabalar hattoki birinchi Seyferga tayyorlanib, keyin IELTS topshirib ko'rdi, lekin IELTSdan 7 chiqmadi, lekin C1 chiqib qoldi. Mana bunaqa ball o'ynab qoladigan joylari bo'ldi. Lekin IELTSdan 7,5 olyapti, lekin Seyferdan C1 ola olmayapti. Voy, shokka tushib qoladimizda biz, lekin shunaqa o'rtasida katta farqlar bor ekan. Mana shunaqa bo'lib ketdi keyinchalik. Zo'r. Menga eng yoqqan tomonlardan birinchisi bu IELTS narxi 2 million atrofida bo'lsa, Seyfer narxi 500 ming so'm. O'zbekiston davlat oliygohlariga topshiradigan o'quvchilarga IELTS nima kerak bor? Seyferni topshirib ham bemalol kirishligi mumkin. Qisqa vaqtda tayyorgarlik ko'rib. Xorijga ketaman desa yoki boshqacha bilimlarni sinab ko'raman desa, balki IELTS topshirish mumkin, to'g'ri? Chunki bu farqlari yo'q. Xo'p, yaxshi ustoz. Demak, Registon o'quv markaziga 4 yildan beri ishlaysiz yoki boshqa joyda ham ishlagansiz, Registonda nechadir yildan beri ishlaysiz. Endi shuncha ishlagan vaqtingiz mobaynida siz IELTS ingliz tili, Seyfer bo'yicha tajriba to'plagansiz. Eng zo'r o'rgangan narsalaringiz nima bo'lgan shuncha vaqt mobaynida ustoz o'qituvchilik qilib? Nimaga shu sohada davom etyapsiz demoqchiman. O'qituvchi o'zi bizani oilaviy shajaramiz o'qituvchilik asosiga qurilgan. Bizada hamma til o'qituvchisi, meni buvimlar nemis tili o'qituvchisi, meni xolam taraflar rus tili, oyim ona tili adabiyot va men endi shajarani yangi sulolasi desa, ingliz tili o'qituvchisi bo'lib kelyapman. Bilmadim, qonda bordir. Birinchi o'qituvchi bo'lmayman deganman. Yo'q, o'qituvchilik qiyin. Hamma har xil savol so'raydi, o'quvchilar injiqligi, men ko'tarolmayman, asabiylashib dars o'tolmayman deganman. Lekin qarasam,
qiziq, o'zidan o'zi qiziqib ketganman. Keyin birinchi yordam berganim uyimizdagi bolalarga o'tishdan boshlangan. Ota-onalar rahmat aytishni boshlagandan keyin menga qanaqadir motivatsiya bo'ldi. Gap bu yerda pul haqida bo'lmagan, shunchaki qiziqish bilan boshlangan. Keyin universitetga kirganimdan keyin 1 yil o'qidim. Universitetda hech narsa o'zgarish sezmayapman. Shunaqa hayotim bitta qolipga tushib qolganday bo'lib qoldi, zerikishni boshlaganman. To'xta, o'zim bilaman, IELTS bilan kirdim universitetga. Keyin bitta ishlab ko'ray. Ancha payt support lavozimida ishlab ko'rdim. Keyin supportda ishlashning juda ham foydasi, birinchidan tajriba qozonar ekansiz. Kim bilan qanaqa muomala qilish. Bitta gapimni o'quvchiga yetkazib bera olmaydigan darajada edim. Keyin har xil odam ko'rganingizdan keyin kimga qanaqa muomala qilish, shu narsalarni o'rganib ketdim. Keyin shu faoliyat olib borayotganim 4 yil bo'lib qoladi. Hozirda universitetda bitiruvchi talabasiman. Nasib Xudo xohlasa keyingi faoliyatimni ham shu ish joyimda davom ettirish niyatim bor. Sababi menga ancha-muncha yordam qilgan Registon o'quv markazi, tushunish hissi bor ish joyimda. Keyin istagan, men yangilik kiritmoqchi bo'lsam, hech kim to'sqinlik qilmaydi. Yangilikmi? Hamma za turadi. Bo'ldi. Ish beradimi, Feruza? Ha, ish beradi, bo'ldi, qilamiz deydi. Supportiv jamoa borligidan men xursandman shuning uchun. Seferda ham olib kirganimizga shunaqa bo'lgan. Zo'r, qoyil. Demak, shunda siz oilaviy shajaradan shu ustozlikka yetib kelgan ekansiz. Menga eng qiziq va yoqadigan tomoni, ba'zi boshqa yo'nalishlarda ishlab turib, ustozlikni ham hobbi qilib olishadi va ustozlikka shunchaki pul topish uchun, vaqtni o'tkazish uchun kirganman deyshadi. Lekin mana sizda bunaqa emas, balki ustozlikka kirganingiz o'zingiz ham o'quvchilarga yanada samarali dars berish uchun qanday samarali yo'llarni izlanishingizga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Chunki asosiy ishingiz shu. Shunaqa. Zo'r. Endi ustoz, bizning savolimiz Saferga aloqador. Safer o'zi nima uchun joriy etildi, ham boshlaylik. Safer o'zi xalqaro emas, bu sertifikat. Safer milliy sertifikat hisoblanadi. Milliy sertifikat bo'lgandan keyin u faqat O'zbekiston ichidagina o'tadi. Saferni Yevropacha varianti bor o'zi aslida. Yevropacha varianti butun Yevropa davlatlariga ham o'tadi. U xalqaro Safer sertifikati hisoblanadi, lekin O'zbekistonda bu narsa milliy qilib joriy qilindi. O'quvchilarning anosidan, bilim darajasidan kelib chiqqan holatda, ularga berilayotgan darsliklar yuzasidan kelib chiqqan holatda tuzilyapti. Avvalgi Safer imtihonlarimiz avval bor edi bu narsa. Avval lekin unchalik ommalashmagandi, chunki sababi bor edi bu narsani. Eskicha tizim bo'yicha Saferda 150 ball maksimal ball hisoblanardi. Agar o'sha advanced C1 levelga erishmoqchi bo'lsa, o'quvchi 120 dan ortiq ball to'plashi kerak edi. O'qishga kirishga joriy qilinganligi B2, ya'ni B2 sertifikat talab qilindi. B2 sertifikat esa 90 balldan oshirishingiz kerak edi o'sha paytda. Abituriyentlik paytimda to'g'ri kelgan bu narsa. Eskicha tizim bo'yicha topshirib ko'rganman va 74 ball olganman, yiqilganman. Juda ham alam qilib ketgan menga. Sababi o'sha paytdagi Safer tizimi bo'yicha multi level emas edi, ya'ni turlicha levellarni o'z ichiga olmasdi. B2 mi faqat B2 levelda berardi, lekin bizani DTM shunaqangi qilganki, C1 levellik anavlarni aralashtirgan, multi level bo'lmagan taqdirda. Chunki biz barcha B2 leveldagi grammatika kitoblarni tugatgandik o'sha paytda. Savollarni, so'zlarni даже biz bilardik B2 leveldagisini, lekin C1 darajadagi bizga nima deydi, strukturalarni mana shunaqa tashlayapti, tushunmay qolganmiz. 5 ta bosqichdan iborat bo'lardi bu narsa. Birinchisi o'sha eshitish qobiliyatini tekshiradigan listening, keyingisi reading, undan keyin writing. Bular bitta, keyin grammatika qismi bor edi. Eng qiynaydigan o'quvchining qismi o'sha grammatika qismi edi. Ba'zilari listening, readingdan zo'r bo'lib qolib, grammatikada shunaqa qiyin narsa tashlagan paytda yecholmay qolardi-da. Keyin speaking buni boshqa kunda o'tkazilardi buni. 5 ta bosqichdan iborat bo'lardi. 90 ball olmasangiz, sizga sertifikat berilmas edi. Ya'ni B2 mi? B2 olmasang berilmaydi sertifikat degan narsa edi. Keyinchalik bizga sertifikatlar bilan O'zbekiston universitetlariga IELTS o'tadi degan narsa chiqqandan keyin hamma o'zini IELTSga urdi. Chunki milliy sertifikatdan ko'ra IELTS olish oson bo'lib qoldi-da. To'g'ri qimmatroq, lekin o'quvchini demotivate qilmasdi. Motivatsiyasini o'ldirib, o'qishdan ko'nglini qoldirmasdi. 5,5 bo'lgan taqdirda ham o'quvchi universitetni xohlaganiga tanlab kirsa bo'ladi. Chunki IELTSda imtihon topshirganingizda men 7 uchun, 6 uchun topshira olman deb tanlamas edingiz. Tanlamasdingiz. Saferda aytganingizdek B2 ga, C1 ga deb topshirardingiz va agar o'sha chiqmasa
B1 sertifikatini ham bermas edi Bermas shunda. edi. Demak, IELTS bu yoqda yechim bo'lgan. Xo'p, Yaxshi, davom etasiz. IELTS yechim bo'lgan. Keyin hamma o'zini IELTSga qilib ketdi, topshirib ketdi. O'sha paytda narxlari 1,5 milliondan sal ortiqroq edi. Hozir $200 bo'lgan bu narsa. Endi bizani o'zimiznikilar nima qilishni boshladi? Safrga topshiruvchilar kamayib ketdi. Arzon edi, lekin arzon bo'lgan taqdirda ham qo'lingizga sertifikat ola olmasangiz topshirishdan nima naf degan paydo bo'ldi-da. Hamma o'zini IELTSga tayyorlashni boshladi. Keyin mana shu yaqin 2 yil ichida 11 yillik tizim joriy qilingandan keyin abituriyentlarni tayyorlanishiga kam vaqt qoladigan bo'ldi. Chunki 3 yil litsey yoki kollejda o'qib, o'qishga topshirish uchun tayyorlanishga vaqt yo'q. Endi barvaqtroq boshlash bo'lib ketdi. Tezlashib ketdik biz. Tezlashib ketganimizdan keyin nima qilyapti? DTM endi o'ziga ham ishlashi kerak. Chunki IELTSga to'lagan $200 u davlatga qolmaydi-da. Ya'ni chet elliklar oladi u pulni, keyin speakingga ham ularga to'lanadi, keyin materiallar British versionda kelib chiqadi-da, sotib olinadigan materiallar bo'lib ketdi. Biz o'zimizda o'qituvchilar taklif qilgan keyin safar milliy sertifikat tizimini ishlab chiqaylik qaytadan. Ya'ni IELTSga o'xshasin, endi o'quvchini qiynamaylik degan narsa kelib chiqdi. Mana prezidentimiz ham imtihonlarni osonlashtiramiz dedi. DTM savollari osonlashgandan keyin eskicha multi level tizimi, eskicha safar tizimi o'sha bo'lmay qoldi, ishlamay qoldi. Endi multi level qilinganligi sababi o'sha safar yoniga so'z qo'shildi. Endi siz xuddi IELTSnikiga o'xshatib levelingizni, ya'ni ingliz tilida bilish darajangizni tekshirish uchun shunchaki test topshirasiz. Shu yoqda multi level so'zi kelib chiqqan demak. Shunaqa bo'lib qoldi. Endi uni testingizni ichida pre-intermediate darajadan boshlanib to advanced levelgacha bo'lgan darajalarni qamrab olgan test tuzildi. Qancha ko'p topsangiz, ballingizni olasiz. Ballingiz qaysi darajaga javob bersa, uni sertifikati baribir sizga topshiriladi. B1 dan past ball to'plasangiz, endi 75 ball maksimal bo'ladigan bo'lsa, overall hisobda 75 dan 38 to'plasangiz, sertifikatingiz bor, B1 sertifikati. Lekin hozirda B1 sertifikati ayrim qaysidir korxonalarga ish yuzasidan kerak bo'lmasa, boshqa joylarga o'tmayapti. Eng ko'p o'tadigani B2 sertifikat bo'lyapti. U abituriyentlarga ham, mana o'qishga kirmoqchi bo'lgan. Endi mana shu joyga alohida to'xtatib ketishim kerak. Abituriyentlarga o'qishga kirmoqchi, to'g'ri, lekin O'zbekistonni ichidagi, masalan, Singapurskiy, Westminster kabi universitetlarga o'tmaydi baribir. Chunki ular davlat universitetlari emas. Qo'shma qilib tuzilgan universitetlar bo'lganligi sababli ularga o'tmaydi, xalqaro bo'lganligi sababli. Lekin jahon tillariga, Milliy universitet, sharqshunoslik, qolgan barcha universitetlarga birinchi, ikkinchi blogi bo'lgan ingliz tili o'quvchilariga hammasiga o'tadi. Hech kim bu narsani sanga IELTSing kerak edi, safar bizga o'tmaydi deb rad eta olmaydi-da. O'sha uchun abituriyentlarga kerak. Bu birinchi, eng ko'p topshiradiganlar ham abituriyentlar hisoblanyapti. Lekin endi bu yerda o'qituvchilarimiz bor edi. Bizning eskicha grammatika bilan o'qib, bitirib, ishlab yurgan o'qituvchilarimiz bor edi. Endi maktab darsliklari ham yangilangandan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, avval bizning yoshligimizda Fly High degan kitob bo'lardi-da. O'sha kitobda faqat grammatika, so'z yodlab, transkripsiya bilan so'z o'rgandik. Qiyin edi ekan. Qiyin edi, to'g'ri. Lekin hozir ko'rsangiz, birinchi sinfdan berilyapti-da, student book alohida, workbook alohida, teachers book alohida. O'qituvchining o'ziga ham kitob bor-da. Mana shu narsani endi ichida til chiqarish uchun speaking, listening bor. Bizning kitoblarimizda listening degan narsalar juda ham kam uchrardi. Ularda endi boshdan shu narsani o'rgatyapti. Endi bu narsa bilan shug'ullanish uchun u ustozlar ham o'zini ustida ishlash kerak bo'lib qoldi. Chunki faqat grammatikaga, to be-ga, I-ga m qo'yasan deb o'tadigan zamon o'tib ketib qoldi-da. O'quvchini u narsa bilan qiziqtira olmay qoldi o'qituvchilar. Maktablar ham nima qildi? Zo'r qildi. Endi hammang sertifikat olsang ishlaysan. Yoki sertifikat olsang mana motivatsiya, pul motivatsiya qilib qo'yildi-da. 50% ustamasi bor o'qituvchilarning hozir maktablarda. Necha ball olsa? B2. Yo'q, o'qituvchilarga C1 endi. O'qituvchilarga C1 olsa 50% ustama. Ustama. Masalan, 3 million oylik olsa 1,5 million qo'shiladi. 1,5 million qo'shiladi shunaqa. Qo'yil. 50% dan pastroq aniq olsachi. Ball C1 emas, B2 olsa pastroq ustama beriladimi, berilmaydimi? Yo'q, pastroq ustama berilmaydi. Faqat C1 bo'lsa. Chunki ular уже bakalavr tugatgan bo'lgandan keyin uyatda endi yuqori daraja talab etiladi. Shunaqa. Zo'r. Shunaqa bo'lib qoldi. Bu boshlang'ich sinf o'qituvchilarigami yoki faqat yuqori sinf o'qituvchilarigami? Farqi yo'q. Ingliz tili o'qituvchisi bo'lsa, maktabda ishlayotgan bo'lsa yoki biror ta'lim dargohida ishlayotgan bo'lsa, ustamasi bor degan. Qo'yil, zo'r.
Keyin mutaxassisligi bo'lmagan ustozlar ham o'rganyapti hozir. Fizika ustozi o'qishga keladi. Yoshi katta, masalan, 50 yoshli matematika ustozi o'qishga keladi. Ularga nimaga? Ularga nimaga kerak desa, yo'q, ularga ham mana chetga ketishi uchun ulardan sertifikat talab qilinyapti ekan universitetda. Keyin ularga nima? Ularga universitet hisobidan grant ajratilyapti. Testini tekinga topshiradi. Faqat olsa bo'ldi degan narsa. O'qisa bo'ldi. Keyin PhD o'qiyotgan ustozlarga ham shunaqa narsa qilinyapti. Keyin ularga ham oyligiga plyusi bor ekan. Ularga ham qanaqadir qaysidir miqdorda pul qo'shiladigan narsa bo'lyapti ekan. Qo'y. Endi mana qarang, bitta savolda. Oldingi yilda mana IELTSlar zo'r mashhur bo'lib ketgan edi. Mana hozir Safer yanada mashhur bo'lib ketyapti. Sababi aytganingizdek, pul orqali motivatsiya qilib qo'yilyapti. Ko'proq imkoniyatlar ochib beryapti. Bu ketma-ketlik, bu o'sish qachondir to'xtaydi deb o'ylaysizmi? Ya'ni mana hozir talab birdaniga ko'payib ketib qoldi ingliz tiliga. Abituriyent fanlariga nisbatan kamayib ketdi. Lekin abituriyent fanlari hech qachon o'lmasa kerak. Chunki DTM imtihonlari har yili bor. Bu Safer sertifikat olib bo'lgandan keyin deylik 38 million aholimiz bor. 10 million sertifikat olib bo'ldi deylik. Keyin o'sha pasayish bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Yoki buni ham qayta yangi new versionlarni ishlab chiqishadimi? Menimcha new version ishlab chiqarishadi, chunki men Safer imtihonini IELTSnikidaqa konkret tizim deb hisoblamayman o'zim o'qitilgan taqdirimda ham. Sababi baholash kriteriyasi to'liq ishlab chiqarilmagan. Chunki Safer multi level ishlab chiqargandan keyin ham dedim 2 marta o'zgartirish kiritdi baholash sistemasiga. Avval falon ball qo'yamiz deyishdi, keyin yana o'zgartirishdi. Masalan, IELTSda hamma narsa aniqda. Readingdan 25 ta savol topsang 6,5 olasan, aniq. Yoki 31 ta topsang 7 chiqadi degan narsa aniq. Multi level tizimida nima? 35 ta savol, reading listeningda ikkalasida ham 35 ta savoldan 17 ta topsangiz B2 ga chiqasiz, ballingiz 51 ga yetadi. Lekin 8 tagida topsangiz 35 tadan ballingiz 30 nechidir chiqadi. Ya'ni bitta savol to'g'ri topsangiz, mana buncha ball degan narsa yo'qda. Taqriban ishlab chiqilgan bu narsa. Keyin writingda ham xuddi shunaqa. Writingni baholash sistemasida nima qilingan? Letter-ku birinchisi task 1imizda. Letterni savollarga to'g'ri qamrab olsa deb general tushuncha berib ketilgan, lekin qanaqa word structure ishlatsa plus, qanaqa so'zlardan foydalansa plus degan narsalar to'liq ishlab chiqarilmagan. Shu uchun ham o'quvchi multi level topshirayotgani, ustoz meni writing bilan speakingga garantiya yo'q, shu uchun listening bilan readingni C1 qilib olay, konkret savollar ptichka yoki x qilib tekshiriladi o'sha narsa deydida, maksimal C1 ga chiqarib oladi. Chunki yaxlitlanib chiqariladi balda bizada, qo'shilib keyin 4 ga bo'linadi. Speakingda ham ko'p muammo bo'ladi. Ko'p eshitgan bo'ladi o'quvchilar, ustoz yarmiga bilmagandan keyin o'zbekcha gapirib yuboribdi. Kompyuterga olinadi u narsa, kompyuterda topshirasiz, keyin juda ham vaqt kam beriladi speakingingiz uchun. Hozir qarang, imtihon jarayonlariga o'tib ketib qoldingiz. Jarayonlarga o'tib ketib qoldim. Shuni men biroz keyinroq savol beray. Hozir chunki Safer o'zi haqida mana ma'lumot beryapti-ku, shuni birinchi tugatib olaylik. Hozir shunda mana aytdik, Safer imkoniyatlari birinchisi abituriyentlarga, ikkinchisi ustozlarga, uchinchisi tajribasini oshirib, mana universitetda ishlasa, agar Safer olsa, chet elga grantga jo'natadi universitet o'zini ish joylari. Zo'r. Boshqa anaqalar yo'q, odamlar yo'q topshirayotganlar hozircha. Asosiy qamrov shular. Abituriyent ustozlar. Endi mana kimlar uchun kerakligini bilib oldik, nima uchun kerakligini bilib oldik. Endi Safer imtihonlari o'zi 1 yilda necha marotaba bo'lib o'tadi ustoz? Shular haqida ma'lumot bersangiz, keyin qanaqa qilib o'zi ro'yxatdan o'tish kerak, keyin imtihonga kirib ketamiz. Bo'ldi, tushunarli. Safer imtihoni o'ziga yarasha plyus va minus tomonlari bor. Keling plyusidan boshlaylik, yaxshi narsasidan. IELTSniki bilan bir xil ana unda. Nima deydi, deadline bir xil, ya'ni 2 yil ichida o'tadi. 2 yil muddat beriladi sertifikatga. Olganingizdan keyin 2 yil xohlagan joyingizga magistratura topshirmoqchimisiz, PhDmi, chetga chiqish uchun o'sha korxonadan imtiyoz olmoqchimisiz, ustama olmoqchimisiz, 2 yil muddat ichida o'tadi u narsa. 2 yildan keyin yangilab turishingiz kerak, qolgan davom etishingiz uchun. Keyin narxi yuzasidan aytdik, 500 ming emasda даже 459 ming deb qo'yilgan, 460 ming. Keyin IELTSga qaraganda ancha hamyonbop bo'lganligi sababli nima abituriyentlarga ko'proq topshirish imkoniyatini beradi-da bu narsa. Ya'ni 2,5 million yig'ilgan qayerda-yu 500 mingga siz aytgandek topshirgan qayerda. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni aholiga, o'qiyman degan aholiga qiyinchilik tug'dirmaydi uni narxi. Keyin o'sha davlat tasarrufidagi barcha universitetlarga o'tadi. Bu plyuslari. Minuslari o'sha siz aytgandek test jarayonlari qanaqa holatda, qachon olinadi.
Masalan, IELTSda har oyda Toshkent hududida endi viloyatlarda o'quvchi soniga yig'ilishiga qarab olinadi bu narsa. Toshkentda lekin har oyda 4 marta o'tkaziladi. Har haftani shanba yakshanbasi bo'lib qolishi mumkin. Sefermi? Yo'q, bu IELTS. IELTSniki. Seferda unaqa emasda, mana shu joyi Kam ozgina minus. o'tkaziladi. Ya'ni 8 oy ichida o'tkaziladi. 8 oy ichida Ya'ni oktyabrdan maygacha o'tkaziladi. har oyda bir marta. Bir marta o'tkaziladi. Keyin javoblar chiqishi ham shu sekinroqda bo'ladi. Ya'ni speaking kuningiz bilan alohida o'tkaziladi-yu yozma variantidasini. Orasidagi muddat 1 hafta, 1,5 hafta bo'lib ketishi mumkin ba'zanda. Speakingiz tugagandan keyin 2 haftadan keyin e'lon qilinadi bu narsa. Ya'ni demak, birinchi yozma imtihon, keyin speaking bo'ladi. Ha, shunaqa bo'lib qoladi. Speaking topshirganingizdan keyin 2 haftada javoblar chiqadi. Mana shunaqa bo'lib qolyapti. Yaxshi. Keyin faqat oktyabrda maygacha ishlab qolyapti. Sentyabrda topshiraman degan narsa yo'qda. Yozilida ham yo'qmi? Yoziladi уже chunki DTM testi-yu bu. DTM уже abituriyentskiy sxema bo'yicha test tuzishga o'tib ularga ketadi. tayyorlanishadi. Ha, keyin O'zi ular avgust DTM deyilib, menimcha 1 millionta abituriyentga test savollarini tuzish uchun fevral, yanvardan kirishadi, yoz emas. Sentyabrdan bo'lmasa agar. O'sha imtihon topshirib bo'lingandan keyin kirish ketishsa kerak. Ular shuncha test qatdan tuzishadi, to'g'rimi? Keyin mana shu narsada nima tak yozda bo'lmasligini sababi o'sha abituriyentlarga imtihon. Keyin lekin o'tgan safar iyunda ham tuzildi. Abituriyent talab hajmi yuqori bo'lib ketdi. O'zi mana qarang, hozir xudo xolisa aprel oyi turgan bo'lsa, aprel o'rtasida bir marta bora bu imtihon. 20-21-aprelda bor. O'sha nechta odam taxminan topshiradi? O'tgan safargisida mana martdagisida nechta odam topshirdi? O'sha hisobotlari bormi shuni? 10 mingtami, 5 mingtami? Ha, undan ham ko'p odam topshirsa kerak. Shu ro'yxatni ko'rsa bo'ladimi? Statistikani internetdan ko'rsa bo'lsa kerak, lekin mana bunaqa narsa borda. Ro'yxatdan o'tib qo'yishadi. Ro'yxatdan o'tib qo'yish to'lov qilishmaydi ekan. Ha, to'lov qilishmaydi. Keladigani bor, kelmaydigani bo'ladi. Yoki to'lov qilmasdan "Ey, to'xta" deydida, boshqa kunga registratsiya qilib qo'yadigani borda. O'shanga qarab yaxlit qancha sonni ayta olmaymiz. Hozir mana misol uchun koreys tili imtihonlarini bilaman. Topik sertifikat. Topik sertifikat ochilsa birdaniga joy to'lib qoladi-da. Bizda Saferda ham shunaqa narsa bormi? Ya'ni imtihon vaqti e'lon qilindi. O'sha joyga 5 mingta odam imtihon topshirsa bo'ladi. To'lib qolgandan keyin bo'ldi, qabul qilmaymiz degan narsa. Ha, bo'ldi, tushundim. O'rtoqlarim topik topshirib ko'rishgan. Ularda даже topik ochiladigan registratsiya sanasi ham e'lon qilinmaydi. Kuzatib turish kerak ular. Kuzatib turganda ochiladi, odam soni kvota to'lgandan keyin yopiladi. Bo'ldi, keyingilar keyingi oyga qolib ketadi. Mana shunaqa. Safarda unaqa emas. Safarda o'sha oktyabrdan boshlanadi test dediku. Maygacha bo'lgan test kunlari, masalan, yanvargacha bitta e'lon qilinadi, yangi yildan keyin yanvardan maygacha bo'lgan sanalari aniq e'lon qilinadi. O'sha e'lon qilingan sanani xohlaganiga 2 oy oldin ham, 3 oy oldin ham registratsiya qilib qo'yishingiz mumkin. Lekin qabulga yozilish jarayoni masalan 7-aprelgacha. 20-21 bo'ladigan ekzamenni qabul jarayoni 6-aprelgacha qabul, 7-aprelgacha to'lov deyilganda, qabul tugamaguncha yopilmaydi. Agar oshib ketib qoladigan bo'lsa nima bo'ladi deydi? Davlat boshqa hududni shakllantirib beradi u narsa uchun. Universitet o'qituvchilari nazoratga qo'yiladi, hudud band qilinadi. Zo'r. Mana qarang, endi ro'yxatdan o'tishni aytdingiz. Imtihon o'zi qayerda bo'lib o'tadi? Mana hozir Namanganda turganlar Namanganni o'zi topshirishadimi yoki oldin esingizda bo'lsa IELTS Toshkentga kelib topshirishadi. Safer o'zini hududida topshirsa bo'ladimi shunda? Masalan, Toshkent hududidagilar mana unda Muqimiy tarafida deydi, irrigatsiya universitetida adashmasam, iqtisodiyot universiteti adashdim. Iqtisodiyot universitetida topshirishadi. Speakingni DTM markaziga borib topshirishadi. U yerda bo'ladi ekzamen. Viloyatdagilarda qanaqa bo'ladi? Viloyatdagilarda ham qaysidir universitet hududi band qilinadi. Masalan, Navoiyda Kon-metallurgiya universiteti bor, yo u yerda kutubxonasida bo'ladi yoki universitetda qaysidir xonasida. Bu yerda shu DTM o'zining vakillari borib imtihon olib qaytishadi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Har oyda viloyatlarda ham bo'ladi demak. Viloyatlarda ham bo'ladi. Yo'q, viloyatlarda har oyda emasmi? Yo'q, har oyda bo'ladi. Xuddi o'sha sanada bo'ladi. 10 tami, 5 tami o'quvchi bo'lishidan qat'iy nazar bo'laveradi. Xuddi shunaqa. Zo'r, rahmat. Endi mana ro'yxatdan o'tdik. Imtihon joyimiz mana iqtisodiyot bo'lib aniq bo'ldi. Endi imtihonga o'zi sal orqaroq qaytamiz. Qancha muddatda tayyorlanish mumkin? Mana deylik, hozir 20-aprelda imtihon bor, keyin 10-mayda adashmasam imtihon bor. Shu imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishni qancha vaqt oldin boshlash kerak? Keyin Saferga tayyorlanish uchun qanchalik bazaviy bilimi bo'lishi kerak?
yaxshi savol bo'ldi mana shu narsa. Chunki o'quvchilar juda ham mana bunaqa rumor deydi, gap so'zni eshitib qolishgan. Sifr shunaqa oson. IELTSdan ko'ra sifrga 2 oy tayyorlansam olaman. Yo'q, unaqa emas. Boya aytib o'tganimdek, IELTSdan 7 olgan taqdirda ham yo 7,5 olgan taqdirda ham C1 ololmayapti masalan. Yoki IELTSdan 6si bor, B2 ga elashmay qolyapti. Mana bunaqa holatlar, kulguli holat bu. Lekin o'zini anosi borda, buni ham ishlab chiqish sxemasi bor. O'quvchini leveliga bog'liq bu narsa, qanchalik tayyorgarlik ko'rishi. Agar mana shu B2 yoki C1 olmoqchi bo'lgan o'quvchi qaysi levelda bo'lish kerak degan bo'lsak, pre-intermediate levelda tugatgan bo'lish kerak. Inter ham talab qilinmayapti-da o'quvchilardan. Pre-intermediate haqiqatan pre-intermediate'ga arziydigan levelda tugatish kerak-da u narsani. So'zi, gapira oladigan darajasi, eshitish qobiliyati o'sha narsalarga mos kelgan bo'lish kerak. Pre-intermediate darajasini tugatgan o'quvchi maksimal 3 oyda B2 dan C1 ga ham daraj chiqishi mumkin. Endi ko'proq mehnat qilinadi. Bu yerda necha soat mehnat qilishi, kursga qancha payt borishi va uyda qancha mehnat qilishi yotibdi-da. Agar haftada 3 kun kursga borib kelib, uyda 2 soat dars qiladigan bo'lsa, 3 oy yetadi. B2 ga. Lekin 2 soat plus qilib qo'shadigan bo'lsak, C1 ga yetadi u narsa. 3 oy ichida polniy sifr programmani o'quvchi tugata oladi. Bizning sxemamizda shunaqa tuzilgan masalan. Keyin topshirib yiqilgan o'quvchilar bor. 51 dan boshlab o'tadi-yu B2 ga. O'zi shu B2 balni ham aytsangiz bo'lar ekanda. B2 balli 51 maksimal ball necha edi? Minimum 51 dan 64 gacha B2 hisoblanadi. 65 dan 75 gacha C1 hisoblanadi. Demak 75 maksimal ball. Maksimal ball. 0 ham chiqish mumkin, 10 ham chiqish mumkinmi? 0 dan boshlab 75 gacha demak, to'g'rimi? Yo'q. 0 dan boshlab 75 gacha shunaqa. Endi 0 dan boshlab berilmaydi sertifikat dediku, o'sha 38 dan 75 gacha olamiz. Chunki 38 dan boshlab B1 levelda. Endi qaysidir hududlarga kerakdir balki B1. Mana shunaqa 38 dan 75 gacha olinadi. 38 dan nechigacha? 75 gacha. 75 maksimal. Zo'r, tushunarli. Endi shu tayyorgarlikni aytyapmiz ustoz. 3 oyda demak, shu pre-intermediatedan boshlasa, natija olsa bo'ladi. Natija olsa bo'ladi. Mehnat qilish kerak. Zo'r. Endi qanaqa programmalardan foydalanib mehnat qilish kerak bo'ladi? O'zi sifrga sourcelarimiz limited qilingan. O'sha Jalolovning kitoblari bor edi. Sifr multi-level reading master degan kitob adashmasam, uni qizil, sariq, yashil kitoblari shunaqa ommaga keng yoyilib ketdi. Writing qismi ham chiqdi yaqinda, oq kitob bo'lib chiqdi, ranglarga bo'lingan narsa, o'quvchi ajratib olib shug'ullanish uchun. Keyin zo'r qiziq narsa bo'lyapti. DT menimcha yangi material tuzmayapti va kitobning ichidan tushyapti ko'p narsa. To'g'ri, endi 100 ta testni ishlab, esda qoldirishga hammani ham hafsalasi yetmaydi-da. Lekin hafsalasi, sabri bo'lgan odam erinmay ko'rib chiqadi-yu. Masalan, 1 ga A, 2 ga B degan narsani yodlab qolish qiyin, lekin uni ustida tahlil bilan, tarjima bilan ko'rsa, readingni olib qaraydigan bo'lsa, esida qolib ketadi o'quvchini-da. Mana shunaqa 5 ta partdan iborat bo'layotgan bo'lsa, qaysidir partida o'zi ishlagan tekst, tanish tekst tushdi degani, vaqtdan yutyapti degani, savollardan yutyapti degani. Mana bunaqa narsa limited source bo'lib qolyapti. Ya'ni IELTSga o'xshab takrorlanmas materiallar kelib qolmayapti-da. O'qigan, o'zi ko'rgan materiallar ichidan aralash tushyapti. O'sha uchun ham sertifikat olish tezlashib ketdi. Mana shunaqa bo'lib ketdi. Zo'r. Demak, materiallar shular. Endi mana ro'yxatdan o'tdik, imtihon sanamiz ma'lum, o'qishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Imtihon kunlari mana, xudo xolisa, yaqinda aprel imtihon kiradigan o'quvchilarga bir siz tavsiyalaringiz, imtihondan bir kun oldin nima qilish kerak, hamma o'qigan ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqish kerakmi? Shular bo'yicha o'quvchilaringizga maslahat berasiz-ku, kirib keyin B2, C1 sertifikat olib chiqishadi. O'sha maslahatlaringizni bizning ko'rgan do'stlarimizga ham bir yo'naltirib qo'ysak. Bo'ldi, tushunarli. Tepada aytgan gapimga bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Sertifikat topshirib, sifrni bir necha marta topshirganlar borda. Bir necha marta topshiradi. Bo'ldi, programmani tugatdim, nimani qanaqa bajarish kerakligini bilaman deydi, lekin 49 olib qoladi. 51 dan 49 olib qo'yadi. 51 dan 50 olib qolganlar juda ham alam qiladi-da. Xuddi mana shunaqa paftor shunaqa bo'lib qolgandan keyin ularda demotivate bo'lishni boshlaydi. Bo'ldi, topshirmayman degan narsa. Lekin biroz vaqt o'tgandan keyin abituriyent boshqa nima qiladi? Blokida ingliz tili bor, oldindan olib qo'yish kerak. O'tirib grammatikani taxmin qilgandan ko'ra, qo'lida sertifikat bilan maksimal ball bilan kirgani unga afzallar. Mana shunaqa imенно mana shunaqa o'quvchilarga tavsiya qilardim. Mana Daring platformasida ish olib boryapman. Mana bu qanaqa bajarishni biladi, lekin xatosi nimadaligini bilmaydi.
mana shunga masalan kursni to'liq o'qisin demayman unaqa o'quvchilarga. Masalan, writing yaxshidir, yetarlicha ballni olgandirda, lekin 47-48 olib qolgandir listeningida. Listeningida o'zini ishlash uchun alohida kursi borda u narsani. 6 tagina narsa, hech erinmaslik kerak bu narsaga. Ko'rib qayta o'sha narsani o'rganib olsa, bu o'ziga plyusda C1 ga chiqaradigan darajadagi struktura va anavlar berilgan, sxemalar berilganda u darsda. Ko'pchilik o'ylaydi, o'zi 6 ta dars ekan, shuni ham o'qib yotamanmi deydi. Yo'q, unaqa narsa emas. Keyin masalan ekzamenga o'zi bir hafta qoldi, nima ham o'zgarardi 6 ta darsdan keyin deydi. Yo'q, bu xato narsa. Shuncha narsaga risk qilgan odam, 460 ming to'lab qo'yganiga risk qilgan odam unga hech narsa emas deb o'ylayman. Sal ixlos bilan yondashish kerak, faqat bir haftada ham levelni oshirsa bo'ladi. Masalan, mocklar olinadi, o'quvchilar mock topshiradi. Mocklar qanaqa qilib qo'yiladi? Ekzamenidan bir hafta oldin mock qo'yiladi. Bu o'quvchini demotivate qilish uchun emas, bu o'quvchini o'zidan ustida ishlash uchun. Qaysi skilli past chiqsa, bir hafta ichida uni u skillni oshirib olish mumkin-da. Masalan, xatda ham 7 ta tur bor. 7 ta tur bir haftaga. Bittadan xat yozishni o'rgansam, ikkitadan xat yozishni o'rgansam bir kunda, bir haftada writing oshadi degan narsa. Listening ham, reading ham xuddi shunaqa narsada. O'quvchilar hafsalasi yetmayapti shu narsaga. Mana shunaqa. Zo'r, hozir juda zo'r gaplar gapirib o'tdingiz. Mana shunaqa. Keyin tavsiyalarimni aytmoqchi edim. Seferga registratsiya qilib qo'ygan. OneID orqali registratsiya qilinadi. O'zi qiyin narsa emas. Registratsiya qilishda inson o'zi ham qilib tashlasa bo'ladi. YouTube'da qanaqa qilinishi registratsiyani ko'rsatib berilgan, juda ham yaqqol tarzda. Seferga registratsiya qilib qo'ygandan keyin o'quvchi ichidan g'ujuri kelib, "Voy, men anonim chiqmayapti-yu, qachon borishim, soati qayerga borishim chiqmayapti" deb shoshib qoladi birinchi marta registratsiya qilayotganda. Uni shoshib qolmaslik kerak. Ekzamen kuningiz masalan 20-21 aprelga qo'ygan bo'lsa, ekzamen kuningizdan 3 kun oldin e'lon qilinadi u narsa. Istasangiz OneID ga kirib saytdan ko'rsangiz ham bo'ladi u narsani. Agar ozgina sabrli inson bo'lsangiz, o'z SMS tarzida ham telefon nomer kiritgan SMSga keladi u narsa. Shoshmaslik kerak, voy chiqmayapti degan narsa xavotirli noo'rin bu joyda. Keyin tavsiyam bir kun oldin bo'ldi eshitmasligim kerak, maza qilib dam olishim kerak. Yo'q, unaqa emas. Chunki ekzamenni ikkita smenada o'tkaziladi bir kunda. 8ligi bor, 9 da boshlanadi. Soat 1 ga chaqirilgani bor, soat 2 da boshlanadi-da. Endi hozir bahor mavsumi bo'lganda uyqu bosadi o'quvchini, mana shunaqa. Birinchi uyquni joyiga qo'yib qo'ysin, lekin ertalab barvaqt tursin. Barvaqt tursinda bitta listening qilib olish kerak. Reading qilmasa mayli, readingga ko'p vaqt ketar ekan, boshini og'ritib qo'yishi mumkin. O'ziga mana kech uxlab qilmaslik kerak-da. Yaxshi bir uxlab olgandan keyin bitta listening qilib, keyin ekzamenga kirishni tavsiya beradim. Lekin barvaqt borishni tavsiya bermayman. Barvaqt borib qo'yadi, masalan, soat 2 da boshlanadi ekzamen, chaqirilish soati ro'yxatda chiqqan, iloji boricha soat 1 da yetib keling degan narsa, o'quvchi 1 da yetib keling degan joyga 12 ga borib oladi. 12 ga borgandan keyin stress, hamma hayajonlanayotgan o'quvchini ko'radi. Keyin xonaga joylashtirilgan taqdiridan so'ng kutib mana shu o'tiradi. Chunki kim bilandir gaplashishga ruxsat berilmaydi. Nazoratda endi qanaqadir o'qituvchi tushsa, u narsaga ruxsat berilmaydi gaplashishlarga. Bitta joyda stabil o'tirgan odamda zerikish paydo bo'lgandan keyin uyqusi kelishni boshlaydi. Mana shunaqa. Undan ko'ra yarim soat oldin boring, bo'ldi. Endi albatta probkani hisobga olib, yo'lda transport hisobga olib boriladi u narsa. 1:30 da borgan taqdirida ham kirgiziladi u narsa. Barvaqt borib qo'ysa o'ziga minusga ishlaydi. Keyin ruchkalari bor. IELTSda qalamda yoziladi-yu, o'zingizda self correct qilishingizga ruxsat beriladi. O'zingizda xatoingizni o'zingiz tuzatishingizga yo'l qo'yib beriladi. Bu umuman olganda o'quvchini right-ida, o'zini huquqi. Ya'ni hali hech kim tekshirgani yo'q, o'zini xatosini tushunib, o'zi to'g'rilayapti. Bizning hurmatli testimizda esa unaqa narsa yo'l qo'yilmaydi. Sen xato qildingmi, bo'ldi, tuzatishing mumkin emas. Shu uchun ruchkada bizning ekzamen. Shu joyi minusda. Xato qilib qo'yding, bo'ldi, sen xato qilding, tuzatishing mumkin emas endi seni deydi. Shu uchun bu ham xudo xolisa bu podkastimizdan ko'rib qolishsa, balki o'zgartirib qo'yishar-ki. Balki xudo xolisa. Keyin javoblar varaqasiga ko'chirish qismi bor-ku. Yarmi titulda, yarmi yozmada. Keyin meni savol qiziqtirgan. Masalan, abituriyent paytimizda DTM ekzamenlariga hammasi titulda belgilaysiz, ABCD qilib belgilaganingizdan keyin uni apparat tekshiradi-da, minglab o'quvchilarnikini. Keyin menda savol tug'ilib qoldi. Seferga kirganimda savol beryapman nazoratchiga. To'xtang deyapman, bu tarafi qo'lda yozilyapti, bu taraf titulda dumaloqchaga belgilanyapti. Buni apparat tekshiradimi, odam tekshiradimi? Apparat meni R harfini tushunmasdan P deb o'qisa, men aybdor bo'lamanmi shunda deyapman-da.
keyin to'g'risini aytaymi qizim, bu narsani odam tekshiradi deyishdi. Keyin qo'lda tekshirilganligi sababli, o'sha o'qituvchilar tomonidan tekshirilganligi sababli tekshirish jarayoni ko'p vaqt oladi. Ko'p vaqt olgandan keyin kech e'lon qilinadi u narsa. O'quvchi o'ylaydi, ustoz agar men shu aprel oyida ololmasam, mayga ham registratsiya qilib qo'yaymi, nima deysiz deydi. Lekin aprelda topshirgan ekzaminini natijasi mayda boshlanayotgan ekzaminini registratsiyasi tugagungacha bo'lgan vaqt bilan to'g'ri kelmaydida. Mana shunaqa joyi minuslari bor. Masalan, aprelda ololmay qolsa, mayga risk qilib topshira olmaydida. Yoki bo'lmasa o'zi ikkilanib topshiryapti o'quvchi aprelda. Voy, bilmayman chiqadimi, chiqmaydimi deyapti. Ustoz chiqmasa kerak deydi, mayda ham topshirgan. O'quvchim bor edi shunaqa. O'quvchim nima qildi? Martdagi ekzamenga 2 marta o'tkazildi-yu, martda ekzamen 30-ga registratsiya qildi. Ustoz bilmadim, taxmin topshiryapman. Mo'q yaxshi chiqmadi. Mo'qida zo'rg'a 51 bo'lib qoldi. Ustoz baribir exam pressure bo'ladi-yu, bosim bo'ladi, qanaqa bo'ladi, birinchi marta kirishi. Keyin bilmayman-ku, ololmay qolaman. Abituriyentda endi hissi bor, mas'uliyati bor, ota-onasi push qilib turibdi uni orqasidan. Aprelga ham registratsiya qilgan. Menga aytmagan. Keyin aprelga ham registratsiya qilganda, aprel registratsiyasi tugadi. Tugagandan keyin ekzamenni natijasi chiqdi. Ustoz tabriklayman, bitta oldim deyapti. O, молодец, Dilshod, zo'rsiz, zo'r oldingiz, tabriklayman desa, ustoz bitta gap aytaymi deydi. Ha, nima desam, aprelga ham registratsiya qilganman. Ha, bo'ldi, ikkinchi bittangizni olib chiqasiz, ikkita sertifikatli bo'lar ekansiz deganman. Mana shunaqa voqealar bo'lib turganda. Registratsiya sanalari ham to'g'ri kelganda edi. O'quvchiga yana plyus bo'lardi. Ya'ni 2 marta xarajatga tushmaydi-da, risk qilmaydi. Mana shunaqa holatlari bor. Zo'r. Siz hozir faqatgina o'quvchilarga maslahatlar emas, balki tashkilotchilarga maslahatlar berib ketdingiz. Balki xudo xolisa shu podkastimizdan ko'rib qolishsa, o'zgartirib qo'yishar. Hozir mana imtihonga yarim soat oldin dedingiz-ku, mabodo endi probka nimadir bo'lib qolsa-da, kech qolib ketib qolsa, imtihonga kirgizishadimi, kirgizishmaydimi? Kuzatuvchiga bog'liq ekan mana shu narsa. Chunki men o'zim kirganimda nima bo'ldi? Soat 2 da boshlanishi kerak ekzamen. Yosh kattaroq o'qituvchilar, professor o'qituvchilar nazoratga qo'yilgan edi. Soat 2 dan 10 ta o'tyapti. Endi bizning haqqimizda u. Men o'sha baroqbar qo'yganlardan bo'lganman. 1,5 soat ichida uyqum kelib qolgan. Yana may oyi bo'lgan o'sha paytda. Uyqusi kelib, karaxt o'quvchi o'tiribdi. Ekzamenga miya tayyor emasdi, o'chyapti o'sha. Keyin boshlaylik dedim men. Yo'q, qizim, to'xtab turing. O'zbekchilik degan joyi borda mana shu joyda. Bular ham pul to'lagan, ota-onasi bilan kelyapti. Kutaylik, ozgina sabr qiling deyishdi. Keyin men hech qanaqa e'tiroz bildirmadim. Yo'q, boshlang deb endi shartta qiz bo'lishni xohlamadim. Indamay o'tirdim keyin. Shunda soat 2:15 da boshlandi ekzamenimiz. Orqaga surildi-da, bir ekzamendan kech qoldik. Endi har xil holatlar bo'lib qolishi mumkin. Kimdir viloyatdan kelayotgan bo'lsa, unga mana bo'lib qolishi mumkin. Kimdir mazasi bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin. Har xil holatlar. Lekin bitta o'quvchim kirgan 2 minut listening boshlangan 2 minut kech qolgan. Bo'ldi, kirgizmagan keyin. Qolib ketgan. Chunki listening boshlagan, agar kirsa, o'tirib joylashtiraman degancha qolganlarga xalaqit berardi-da. Keyin rekordingni qaytib qo'ymasdi. Qolgan yechgan odamlar yana повтор, уже 2 marta eshitgan listeningni 4 marta eshitgan bo'lib qolardi-da. Unaqa ekzamenga sharoitga xalaqit beradigan o'quvchilar kirgizilmaydi. Kech qolsa kirgizilmaydi. O'sha uchun endi punctual bo'lishga harakat qilish kerak, baribir mas'uliyati bor. Zo'r. O'zi Safer'da listening 2 marta qo'yib berishadi deyshadi, shunaqa. Xuddi shunaqa. IELTS'da plyus tomoni mana shunday 2 marta eshitarganim shansim ko'proq deydi. Haqiqatan shans ko'p. Prosta foydalanish kerak bu narsadan. Zo'r. To'g'risi, maza qildim. Safer haqida juda ko'p savollarimga javob oldim. Qolgan bizlarni ko'rgan do'stlarimizga menimcha foydali bo'ldi degan umiddaman, ustoz. Yana qanaqadir men so'ramagan, siz aytmagan gaplaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, bir ularni yetkazib qo'ysak bo'ladi. Yo'q, bo'ldi, boshqa menimcha yangilik qolmadi. O'zim gapirib kelmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Ichimdagi dardlarim deydi-yu. Nafaqat meni, hozir o'quvchilarni presshalarida mana shunaqa narsalar bo'lyapti. O'shalarni aytmoqchi edim. Hozir hamma narsani aytib olgandan keyin maza qildim deydi-ku. Xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Zo'r. Xudo xolasa endi iloji boricha ko'proq o'quvchiga yetkazishga harakat qilamiz. Biz yana shu narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu ustozimizning kurslari Darin.uz platformasiga joylangan. Bemalol shu platformaga kirib, o'zingizni qiynayotgan netlar, listeningmi, readingmi, speakingmi, writingmi shu sectionlarni bemalol ko'rib, o'zingizni qiynayotgan savollarga ham javob olishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa kurslarni ham shu ko'pchilikga qulay bo'lsin degan maqsadda unaqa qimmat ham, arzon ham qilmaganmiz. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Keyin ustoz meni boshida zo'r narsa taklif etdilar. Support teacherlik qilganman. Menga juda katta yordam bergan dedilar.
Xuddi shunaqa bizada ham bu yoqda yordamchi ustoz ham bo'ladi. Faqatgina dars sotib olib, video darslardan cheklanib qolmaysiz. Maxsus guruhlarda sizni shu alohida yordamchi ustozlar ko'rib, uyga vosipalaringizni tekshirib, sizga o'zaro fikrlar ham berib o'tishadi. Shunaqa hammanglarga e'tiboringiz uchun rahmat. Ustoz, sizga ham kattakon rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Ko'rib xursand bo'ldik. Nasib bu podkastda ham hammanglarga xudo xolis foydali bo'ladigan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ketqizgan megabaytinglarga, vaqtinglarga rozi bo'linglar. Kelayotgan hayit bayramlari hammamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.